Aynan shu konstruksiyadan keyin mening reading darajam ko'tarilgan. Qaysi konstruksiya bu? Bilamizki, reading o'qiyotganimizda ma'lum bir konstruksiya, ya'ni gap tuzilishlarini tushunmay qolamiz va noto'g'ri tarjima qilib olganimizdan keyin miyamizga noto'g'ri tushuncha kiradi va har qanday savol turini o'qimang, baribir muammo qolaveradi. Unda nima qilish kerak desa, aynan shu konstruksiyani grammatik jihatidan aniq tarjimasini bilib olishimiz kerak. Men sizlarga bu video orqali aynan shuni o'rgatmoqchiman. Ko'p o'quvchilarda muammo, ya'ni 6 gacha olib chiqa oladi, lekin shu advanced levelda grammatika bo'lmasa, aynan shu konstruksiya bo'lmasa, siz true false not given, yes no not given, matching information, matching headingda qiynalaverasiz. U qaysi konstruksiya? To be said to degan konstruksiyamiz bor. Buning ma'nosi aytishlaricha, misol uchun aytaylik, he said to eat 10 eggs a day. Kuniga aytishlaricha u kuniga 10 ta tuxum yer ekan. Yoki bo'lsam, and you are said to do exercises regularly. Aytishlaricha siz doim shug'ullanasiz ekan kabi. Demak, to be said to degan alohida olsak, aytishlaricha deb tarjima qilamiz va mabodo qayerdaki shunday strukturadagi so'zlarni yoki konstruksiyani ko'rsangiz, siz so'zning tarjimasini bilib olib, aytishlaricha deb qo'shib ketasiz va keyingi o'qiyotgan so'zlarda yoki gaplarni to'g'ri tarjima qilib ketamiz. Misol uchun said to ga o'xshagan so'z claimed to be claimed to degani ham aytishlaricha, to be reported to aytishlaricha. Aynan shu strukturadagi, konstruksiyadagi so'zlarni aksariyati va 70-80% xuddi shunday deb tarjima qilinadi. O'ylaymanki, bu narsa sizga foydali va reading javoblarini to'g'ri topishda ancha qo'l keladi va agar shu videoim foydali bo'lgan bo'lsa, don't forget about subscribe my channel.